Assalomu alaykum Oybeguz ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, mana bunday sigir qilishga arzigulik go'zal xunojin ishqibozlari. Akalar, hafta kuniga 18-may hammalaringga dam olish kuni xayrli va barakatli o'tsin. Akalar, Xudo xolasa sizlar uchun o'ta go'zal xunojinlarni tayyorlab qo'yapmiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib o'tishga harakat qilamiz. Akalar, sizlardan bitta iltimos, like bosib, kim qayerdan kuzatyapti yozib qoldiringlar. Xudo xolasa sizlarning fikrlaring muhim. Mana shuni go'zal oqquloq oq tumshuqlarni topib kelib olishda o'zi bir san'at, buni kafolatini berish yana bir san'at. Narxini arzon qilib qo'yish yana bitta san'at akalar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bugun jami soniga necha bosh bo'ladi aka? 7 bosh bo'lar ekan akalar. Xudo xolasa adashmasam o'ta sifatlilarnimda 4 dan terib qo'yishgan. Mana ularda ham endi holati o'rtacha. Xudo xolasa hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'ring. Bu qadam farqlanmaydi. Jonivorni ko'ringlar akalar. Xudo xolasa xonadonlaringga yetib borganda ham aynan mana shu suratda bo'ladi mol. Hech qachon o'zgarib bormaydi akalar. Mana bunday gibrid variantlari ham bo'ladi. Xudo xolasa pul yengil variantlari ham bo'ladi. Unda so'z navbatini Muxtar akamga beramiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha kafolatini olib boramiz. Assalomu alaykum Oybeguz. Qalaysiz? Mazangiz yaxshimi? Bormisiz? Rahmat. Nima gaplar? Bugun bomba qilamiz aytibdi. Xudo xolasa bugun arzon qo'yamiz bozordan. Inshaalloh. Bozordan ko'ra. Bo'ldi. Mana shu gapingiz to'g'ri bo'ldi. Bozordan ko'ra boshqa kanallarga solishtiraverasizlar. Xudo xolasa akalar arzon bo'ladi deyapti. Aka bo'pti, qayerdan boshladi unda? Indallosiga o'tamiz. 7 ishlar qalay aka bo'ladi? 7 ishtisi bir hafta meni bo'ynim bor. Xonadan boshqa yo'q, meni bo'ynim bor. Mollarda sixlash degan alomat yo'q Oybegjon. Hozir shu yo'q. Garantiya berilmaydi. Sixlashga garantiya berilmaydi akalar. Hali o'zi issiqlagan mollarda bezlari shimon ko'ringlar, mana tebranib turadi. Bu mollarning hammasi joy-joyida turibdi akalar. Yaxshi, unda qayerdan boshladi aka? Boshidan boshlaylikmi? Bo'ldi, hisob. Sasangiz o'lmasin. Kattasidan bo'lsa kattasi. Kattasidan boshlaylik, bizdan. Jonivorda gibrid variant ekan akalar, hozir batafsil ko'rsatamiz. Oybegjon 1.8 ekan. 1.10 ga olishaversin, 1.8 ga. 2 santimetr kino olsin. Yo'q. Ha, 1.10 chiqyapti, 1.8 ga olishsin. 1.8 ga olsin. Ha, tushunarli. 1.10 chiqyapti. Oybegjon bu akalar, hop, bizda Namanganda o'zi tergachli akalar bilishadi, tergachi qishloqda yashaydiganlar Kosonsoyda sifatli mollar chiqadi. Aynan ana shu joyda mol ekan akalar, ko'ringlar bu mol turishini. 6 sohalarga e'tibor berasizlar. Xudo xolasa adashmasam bu sal tejabroq nimadirni yeb turgan variant shekilli, chunki badani ham yaxshi moldi. Unaqa oriq-suruq mol emas akalar, ko'ringlar. Aka, yosh oila ekan nima deymiz? yosh oilaga 8 oylar, 9 oylar atrofida. Aytamiz. Shunday bo'lmaganmi buni? Shunaqa primerniy degan joyiga akalar shunday deb aytamiz deyishyapti. Molni ko'ringlar. Inshaalloh kesalang gaz holatlari ham, uzunligi ham hamma yeriga kiradi akalar. Oybegjon narxini 13 million. Hozir o'tib beramiz. Qancha o'tasiz aka? O'tib beramiz bir 25 ming, 50 ming. Ya, bu sizga qo'y bozormi? 25 ming, 50 ming. Oybegjon molni bozorda ham ko'rishadi-da oluvchilar. Maqsad bozordan arzon olish kerak. Bozorga taqqaslamang aka. 12 million 800 berishadi, 700 ga borib. 12,5 million berishadi, o'tib yo'qarib beradi. Ha. Ham bir ko'ring. Mol zo'r. Molda agar mol zo'r bo'lmaganda aka 11 million beraylik deb boshlardik. Mol yaxshiligida 12,5 berishadi, yana ozgina o'tib berasiz, olib borib berishadi. 12,5 millionga 12 million 700 ga borib beraman. Ya, 12,5 qiling. 12,5 millionga borib beraman. Boborak akalar yana o'tadigan joyi bor, xudo xolasa. Aloqaga chiqinglar Oybeguzdan deb bo'ldi, lekin mol yetib borganda ham pullaring o'zlaring bilan kelganini his qilasizlar. Xudo xolasa. Jonivor. 1.6 ekan bo'yi. 1.5 ga olsin. Ay jonivorni ko'ringlar. Akalar to'qol variantidan ekan. Kella bosh. Mana shunaqa sigirlarni olib boqsalang akalar sifatli mollar tug'iladi. Ko'ringlar mana molni turishini. Oybegjon, buzo bizda mo'g'ammiz 5 oylik buzovni berishdi. Ha, 5 oylik buzaydi berishdi. Tagidan erib olganmiz.
Lekin molni o'ta sifati zo'r ekan, ha. Begavat degan güzel. Akalar yangi qo'rg'on Begavot kelgan 5 oylik variantda sutga to'ygan o'ta pachka variant kelgan. Voy jonivor, haqiqatan so'm o'ta uzun. Yıkılaman degan. Akalar so'mini ko'ringlar, 5 sm 5 sm. Mana shuni barmoqdek kelarkan, ko'ringlar akalar. Havo salqinligini inobatga olib qo'yasizlar, mabodo videoda qandaydir yaxshi ko'rinmagan bo'lsa akalar, bemalol ekran ostida nomerlarga aloqa qilishlar, to'liq videoni tashlab beradilar, ko'ringlar. Aka bo'ybasi qancha chiqdi? 1.5 plus. 1.5 plus variantda. Narxda. O'ygizga narxda endi buni. Jonivorni shunga aytyapman. Yeb ichish zo'r aka. Buni ko'ryapmiz, Buni boshqa ko'ryapsizlar kanallarda akalar. bu buzildi. Badan. 15 million ham qo'yishyapti. Hop. 13,5 million gazna xayr qilib beramiz. 13 million 500 ming so'm kami bordim narx aytildi. Bizga jersey deb berishdi bizda. Jersey? Ha. Jersey ekan bizu. Jonivor haqiqatan ham bu nimadir bir haligisi bor. Ko'ringlar. Aka, bunday qilaylik, 13 tepasiga o'tib berasizmi? Yo'q, 13 ga o'tib berilmaydi. 13 ga berasizmi? Yo'q, 13 ga ham berilmaydi. Ha, qaydan olib gapiryapsiz? 500 mingga jichcha xayr qilib beraman. Yo. Bizda o'zingiz ko'rib turibsiz. Hop 13 ga jiddiy o'tib beraman deng. Yo'q, 13 ga o'tib berilmaydi, oy bering. 13 ga berar ekansiz a? 13 million 200 ga beraman. Ya, 13 ga berar ekansiz. Yo'q, narigini direkkenga qo'ydim. 13 million 200 ming so'mga beraman. 13 million 200 ming so'm narx aytilyapti, lekin mol. Bilmadim, mana yelka soqlarni ham ko'ringlar akalar. Yelkalar ham mana shu yelka akalar, ko'ringlar mana. Yelka ham ancha mol. Orqasi bilan bir xil. Buni so'mini ham bitta ko'rsatyapman, shu molni, buni qarang. So'm uncha 20 litr sut beradigan yerda ham yo'q bunaqa. Lekin haqiqatan sog'im o'ta uzun ekan akalar. Ko'ringlar. 13 ga o'tib berasizmi? Jichcha ozgina. 13 ga o'tib berilmayman. 13 millionga beraman. Oybek yuzdan men deb telefon qilsa 13 ga beraman. Bo'ldi, gap. Kami yo'q ama. Akalar kami bo'ladi. Kami o'tib berishmasa, profilda nomerim bor, aloqaga chiqaverasizlar. 1.5 ekan. 1.5 variantda, lekin maksimal hammasi bor akalar. O'ta sifatli variant. Yangi qo'rg'on Begavatda buzu. Bu ho'noyda bitta. Yangi qo'rg'on Begavot deyapti. Begavatlar akalar bo'lsa yozib ketinglar, o'zi sizlarda mana shunaqa sifatli mollar chiqadi. Molni ko'ringlar akalar holatini. Xudo xolasa holatlari ham bo'lmasa akalar. Navbatda sog'man. Ostlarni ham ko'rib qo'yinglar. Hozirdan akalar shunaqa mol, haqiqiy mol bo'ladi. Yana bilmadimmi? O'zi sigir qilib yurganlar, mana ko'ring. Bilasizmi? Buqaga tortib ketgan-ey. Bunda ushlab turinglar, jonivorni, mana bedallarini akalar. Shellarini qo'yishadi. Akalar xudo xolasa old sohalari 4 son degan narsa mana shu bo'ladi. Mana shu bo'ladi. Haqiqiy shu 4 son men degani mana shu. 4 son degan narsa mana shu narsa bo'ladi. Hali aytasizlar, akalar menga telefon qilib so'raysizlar, "Oybekjon, yaxshi 4 son narsa kerak. Jicha-picha pulini aqabaqa kelishamiz" deysizlar. Shunaqa narsa mana shu bo'ladi akalar. Xudo xolasa mana hammasini ham yelka soha, uzunliklari, rangi ro'yi, sifatga ham hamma taraflama xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydigan variantda akalar. Oybekjon, Narxi uyaltirib qo'ymasin-a? narxi aytamiz. Xo'p, 12 million 200 ga yetkazib yuboramiz. 12 million o'tib berar ekansiz-a? Endi uncha baland qo'ymayapti turuvdim ama. Yo, tushunib turibman. 12 million berishadi, yetkazib yuboramiz. 12 million berishadi, o'zlari jich o'tkazib olishadi. Jichcha o'tib beraman. Hayt, Qayeriga o'tib beraman, ama ko'pmi? Joni sog' bo'lsin. Akalar, xudo xolasa oz-moz o'tadigan joyi ham bor. Sizlar uchun akalar, xudo xolasa mana bunday sifatli mollar boqinglar. Har doim aytaman, ey, bozor arzon bo'lyapti degan o gap so'zga quloq solmang akalar. Gap bu yerda molni sotish boshqa, bu molni olmang mayli siz. Boshqa mol oling, lekin unaqa gap so'zlarga aldanib qo'ymang. Zo'rini boqing, har mahal pul bo'ladi akalar. O'zbekiston bozorda mol arzon. Mana shu molni Jizzaxga qarshiniki bo'lsa, mana shu molni 10 millionga beradi. U gap endi. Yashirmayman. Bu meni molimni olishmi ham qo'yishaversin. Bozorda ham sotaveraman. Bozorda ham o'rnim bor. Lekin molni farqi bor. Bu gap Hatta doim 20 ta odam turaveradi. to'g'ri aytasiz. Mana shu gapni hamma tushunishini xohlayman akalar. Gap
bularni molini sotish haqida ketmayapti. Bu molni olmang, lekin yaxshi mol olib qo'yavering. Qayerdan olsangiz ham akalar, men shuni talabdorman. Molni bir yerida nuqsoni yo'q. Mol. Ko'ringlar. Lekin mana shu yerda mana qo'tirib bor ekan. Endi ko'rsatib ketay. Mana ko'rib olasiz. Ukor dorasi qilingan ekan, lichinalargacha. Tuzalgan. O tukamiz. Ha, jul chiqyapti, lekin endi bu uyga borganda ko'rinadigan narsa-da bu. Akalar, Buni tashib qo'yib, u hali keragi yo'q. Molni oyoqlarini ham ko'ringiz. voy jonivor. Mana endi daqiq ko'rindi. Ko'ryapsizlarmi akalar? Xudo xolasa, akalar, maqsad bitta, yaxshi mol oling bo'ldi. Xudo xolasa biz boshqa narsani tarafdor emasmiz. Talash tortishib olaverasizlar. Aka bo'yi necha chiqdi buni? Oybekjon 1.8 chiqdi Jonivor, bo'yi. ko'ringlar akalar. 1.8 chiqyapti bo'ylari. Hop. Oybekjon narxi Ha. 12,5 millionga ozgina xayr qilib beraman. Qancha ozgina? Yo'q, buni ozgina xayr qilib beraman. 12,5 millionga ichi o'tib beradigan joyda bor. 12 millionmi? Yo'q, 12 million deyishganingizda, ya bizoga 1 million emas. Bozor olib ketdi. Bozorda qasaba beryapman-a. Bozorda 15 million kam bor deyman mashina. To'g'ri, lekin bozorda 15 million ozgina kam bor. shunda maqsad sotish YouTube'da hozir YouTube'da 15 million desangiz. Akalar, Ertaga ham o'zingiz bilasiz, bizda bozor yo'q. Shuning uchun to'g'ri. ozroq bo'lsin, mayli bo'lsin. Bizga ham bo'lsin, obunachilarimizga ham bo'lsin. To'g'ri. Akalar ozroqdan bo'lishib, uyimiz rizqli degan ma'noda aytayaptilar. Xudo xolasa, akamni ko'niga qo'l solinglar, xudo xolasa 12 ga ishini qilsa bo'ladi, lekin xudo xolasa boru mol sigir qilishga arzigulik varianti ketyapti. Mana shu 4 ta ko'rsatgan bo'lsa, hozirgacha mana shu 4 talasi ham klass narsa, 5-inchisi ham. Mana yerda bitta qora bor. U ham endi bitta ro'zg'or bafi bor, ja, uni haligi mana bunaqa deb boradigan narsa emas. Ay jonivor. Mana ko'ringlar. Mana uni pari ekan akalar. Mana shuni pari ekan. Zo'lar bir-biriga o'ta par. Mana shuni pari ekan. Mashallah. Asli bizda shoxli variant. Ha, to'g'ri, bu to'qol ekan, bu shoxli variant ekan. Old soha, oyoq qo'llar qilingan. Bo'y basini qanday deysiz? 1.8 ekan bu. Voy, yana bo'lsa, bo'y basi ham naringa bir xil ekan. Akalar ko'ringlar, mana molni. Hay jonivor. Tetik. Mol dadil. Hali suv yurgani yo'q, mol dadil yuryapti. Akalar, xudo xolasa ishonarli, yedishni so'zi qornidan ko'rinib turibdi. Mana orqa boshni ko'ringlar akalar, kengligini. Aka, bu narxi nima deymiz? Yelkalar. Narxini Yelkalarga to'g'ri. 11 million 700 gasini xayr qilib beraman. 11,5 ga xayrini qilib bering. 11,5 ga beraylik o'zingizga. Xayrini qilib beravering. 11,5 millionga vodiyga bo'lsa xayri bor. Bo'ldi. Vodiy bo'ylab bo'lsa akalar 11 million 500 ming so'mga o'tadigan, kelishadigan joyi bor. Ammo ozgina, Ko'pmas ozgina biz sizlar uchun imkon qadar talash tortishib qo'yapmiz. Maqsad bu narsalarni sizlarga sihat salomatlikda sotish. Hech qanday osmonga qo'yib, lekin mana shu sharoitlaring bo'lsa, gapimni bo'lib o'zim gapiraman, mana shu 4 ta 5 tasini bir joyga shuni boqib qo'yaverading. Ishonaveringlar, 5 tasini boqib qo'yib, ozgina sabr qilsalaring, endi Alloh taolodan sabr so'rab, sabr qilsalaring, bu mollar Xudo xolasa akalar, xonadoningizni ko'rki bo'lib turadi. Bir kamingizni ko'taradigan mol bo'lib turadi. 5 tasini bir joyga olsa 12 million 200 dan beraman. Bu 12,5 unni dish kerak. Ha, butun gapiring 12 dan deng. 12 million 200 mingdan qarang o'ymayman. Bari o'tib bering deyshda o'tib beraman, azma-azma. 12 dan o'tib berasiz. Yo'q, 12 dan o'tib berolmayman. Ya, unda siz qo'ying. Oybekjon, mana mollar ham ichida turibdi, mashinalar ham 12 ga ziyon qiladi mashina. Endi biri ziyon qiladi, biri Ichida foyda qiladigan mol ash bitta xolos, jicha ayba ariqroq. Yo, tushundim. Maqsad bir joyga bo'sha olayotgan zaligisi bo'ladi-da, bir joyga. Bir joyga olsa 12 milliondan ketdi mol. Bayragasini bersan. Akalarda xolasa 12 milliondan bor, aytibsiz, ozgina xayringiz yo'qmi deb jicha gaplashsalaring o'tib beradigan joyi ham bo'lib qolishi mumkin. Bu yog'i sizlarda savdolashishlarga bog'liq. Endi mana bu yerda ro'zg'orbop varianti bor. O'sha haqiqiy rasmiy jaydari mollardan ikkita bor mana. Narxi ham shunga yarasha bo'ladi. Ay jonivorlar. Lekin bular ham yelka boshlari yomon emas ekan. Yaxshi. 1-2 ekan, 1 metrga olishi o'tsin. O jonivor. Mana o'ylaysan. Vo. Dik ketishni ko'ryapsizlarmi? Ko'ringlar, lekin buni ham orqa boshi yomon emas akalar. Orqa boshi yomon emas, sal
oldiga yarasha molni orqasi o'ziga kevermagan-da. Sal to'lishsa, Ha. rostmana joyiga Molni qo'y. shunga odam o'zi alay bo'laveradi. Lekin ama yelkani ko'ringlar, nima demoqchimiz? Yelka o'ta yorilavergan. Yelka o'ta stok holatda orqaga nisbatan. Mol zo'r. O'zbekcha narxi 10 million. Kami bor. 10 million kami bor. 9,5 kami bor desak. 9,5 kam bor desam, unda biz ham yo'limizni yo'qotib qo'ymaylik. Yo'limizni yo'qotib qo'yaylik deyishyapti. Yaxshi, o'zingiz bilib o'tib berasizmi? Bo'ldi, tushunarli. Akalar, to'g'risi hali tortishib, sizlar uchun tortishib talashamiz lekin hali birdan bir so'raganda uyalib ham qolamiz, chunki gapni boshida gapiramiz. Aka, imkon qadar yo'lida qilib qo'ying. Bo'ldi, boshqa gapsiz kerak emas. Imkon qadar yo'lida qilib qo'ying, bo'ldi. Shuni aytib turib, ham yana endi bu gapni gapirsa biz ham bilmadim, savdolashib olaverasizlar akalar, kami bor xudo xolasa. O'zbekcha mana bitta o'sha shvedni oqidan Ha, akalar, ko'ringlar, jonivordek. Namangan To'raqo'rg'on so'raydigan joyda tug'ilib mayinday bo'lgan. O'zimizni molmi? Ha, sheydik mana shu mahallani buzuvi. Hay jonivor. Puli ham yo'lida. Aka, bo'yi qancha dedingiz? 95 piylis ekan. 95 piylis variant. 95 ga olishaversin. Ha, ko'ringlar akalar, yomon emas lekin. Narxchi aka. O'zbekcha narx 8,5 million. 8 million emasmi? 7 million 900 mingga beraman. Voy, lavizmi ya? 7 million 900 mingga birinchi telefon qildim. Babar aka, akalar jonlaring sog' bo'lsin. Bunaqa dadil qadam akam jonga deydi. Ammo bundan o'tib berolmayman. Xo'p, bo'ldi, o'zim ol yaxshi bo'ldi. Mana yangi organchi belab qo'ydi, o'zinikini yechib Akalar, men o'zim tavsiya berib qo'yilaman. Mashmol lekin rosa yengil bo'ldi, xudo xolasa. Qo'shnini moli bu, foyda qilishyapman. Qo'shni. Sotib bersalaring bo'ldi. Besak bo'ldi, uni organchini yotgan edi. Voy, iskar qo'llarim yotibdi akalar, sotib bersa bo'ldi ekan. Lekin buni ham yelka boshlari yomon emas, ko'ringlar. Eni bor-da molali. Parrak emas. Bo'yiga nisbatan o'zi qo'pol. O'zi qo'pol. Hali bilsalaring ba'zi bir narsa bunaqa qirrali bo'ladi-yu, parra emas mol. Hali sal qo'polligi bor. Aka, endi nima deymiz? Videoda kamchilik bo'lsa yo xato bo'lsa telefon qilib so'rab olishaveradi kamchiliklarni. Telefon qilishaversa 24 soat Aloqada. Akalar, shu joygacha ko'rgan akalarimiz bo'lsa, ketgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar, bittadan layklarni bosib qo'yinglar, qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek ko'rishguncha akalar.